Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Kaster. Bugungi videoda sizlar qayerda turibsan deyishinglar mumkin. Tepamizga qanaqadir bloklarni hisobga olmaganda biz hozir Van Block kartasida o'ynaymiz obunachilar. Sizlarga bugungi video yoqadigan umiddaman. Shuncha kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Bu Van Block eskisi lekin yangilangan. Ham bu nima yana? Vanga umuman keragi qizig'i yo'q. Men bu narsani nima uni ham bilmayman, uni ham olib tashlaymiz kerak emas. Bo'lmasam biz hozir mana shu chuqurga tushishimiz kerak. Tushamiz unda. Oppa. Biz o'sha mashhur Van Blockdamiz. Oppa, Van Block. O'sha mashhur cho'chqa tushib ketdi. Mayli, cho'chqa harom. Cho'chqa go'shtini yemaymiz. Obunachilar biz to'xtab turinglar. Xo'p, buni to'g'rilab olamiz, bo'ldi. Endi bo'lsa biz bazani kattalashtirishimiz kerak. Oppa, bo'ldi, kattalashtirdim. Menimcha endi sana hayvon tushib ketmaydi. Yanada kattalashtiramiz hozir. Xo'p. Taxta chiqdi va nihoyat taxta ham chiqadigan kun bor ekan. Taxta va yana taxta, 3 ta ketmagan taxta chiqdi. Va bizda tosh. Tushunarli. Biz taxtadan verstak yasaymiz. Verstakdan yana 2 ta tushib, bitta yasagan ham yaxshi edi. Va buni bu yoqqa to'xtaylik, kattalashtiraylik birinchi o'rinda. Hozir tushib ketib qolsa, challengeimiz tugab qolishi mumkin. Unda bo'ldi, kirka yasadik. Endi toshlarni kovlaymiz. Hop, kovlaymiz, ketaveramiz. Qanaqadir sandiq. Qani ichini ochib, qanaqa ochadi? Uni urish kerak ekan. Hop, ichidan bizaga toshli kirka. Bu yana nima tushunmadim. Brown mushroom. Bu jigarrang qo'ziqorin tushunmadim. Bizga nima keragi bor bu jigarrang qo'ziqorinni? Mayli, biz kovlashda davom etishimiz kerak. Kovlaymiz. Temir chiqdi. Temirni ham kovlash uchun bizga toshli kirka berilgan, yaxshi. Oppa, taxtdan bolta ham berilgan ekan bizga. Tovuq, iltimos tushib ketma. Bitta joyda jim o'tir, iltimos. Buni olib qo'yaylik. Biz loydan qurishimiz kerak. Loy bizda ko'p, loy ko'proq bizda. Toshni avaylashimiz kerak. Mayli, tosh ham ishlatamiz. Bu yoqqa quramiz. Shunaqa qilib jo'jini joy ochish kerak. Endi bo'lsa kovlashni davom etamiz. Bizda bolta bor, kirka bilan hech qaysi bir kerak emas. Biz hozir o'zimizga tosh yetmoqchi, toshimiz kelib qolibdi. Hozir tosh kovlaymiz. Birinchi o'rinda boltani olishimiz kerak bo'ldi. Yo'q, nega bunaqa vaziyatda olmos chiqishi mumkin? Axir menda hech qanaqangi kechar olmos bu gallamas ekan, ololmayman sari. Oltin ham chiqdi. Mayli. Oltinni tashab ketamiz deb. Bu nima? Tushunmadim. Bu yana nima bo'ldi? Tushunmadim. Nima bu? Qovoq? Bu shu qovoqmi? Qanaqa tekstura bu? Tushunmadim. Van Blockmi o'zi? Qanaqa tekstura o'zgartiruvchi modmi? Kovlashda davom etamiz. Yo'lni kattalashtirib kovlashda davom etamiz. Bu ko'mir ham chiqishini davom etmoqda. Shunday davom etsa, biz yaqinda boyishni davom ettiramiz. Menimcha endi biz pechga esa o'zimizga kirgan asosiy bo'ladi, chunki bir qancha olmoslarni o'tkazib yubordim. Men bunaqa o'tkazib yuborgim kelmayapti. Pechkani qo'yamiz. To'xtanglar, bularni sal orqaroq qo'yish kerak hozir. Oldimga kelib olib, men bularni itarib yorib, tushirib yorib, meni minusda qoldirib ketmasin bular. Bo'ldi, bitta ko'mir yetadi, endi bularni pishishini kutamiz. Yo, what the hell, nima bu? Torch? Qanaqasiga fakel dinamit ko'rinishida bo'lishi mumkin? Menga kimdir buni tushuntirib bera oladimi? Nimalar bo'lib ketyapti tushunmayman. Bu Van Blockmi yoki qo'rqinchli blokmi? Qana qo'yat o'zimizga temirli kirkani yasaymiz. Bo'ldi. Bu yoqqa kallangga oyog'im nega burnimga tegib turib olasan? Bunaqa joyi kattalashtirish kerak. Endi menimcha meni hech qanaqasiga olmos qo'rqita olmaydi. Chunki endi olmosni men qazib olishim mumkin. Lapisni ham bemalol qazib ola olaman, ko'mirni ham hammasini bemalol qazib ola olaman. Bo'lmasam qazishni davom etamiz. Hayvonot bozori bo'lib ketdi-ku bu. Bu sallaga uchun emas, chetroq turlarni hozir urib yuborsam, bittadan tushib ketasan, keyin o'tiraman men. Mayli, kovlashda davom etamiz. Men endigina kovlayman. 98 ta 100 ta blokdan oshiq blok kovladim. Va nihoyat yana sigir. Sandiq.
va men sandiqqa olsam, ichidan menga tilla tushdi. Yo'q, tillani o'zim kovlaganman. Menga daraxt bilan urug'lar tushdi. Kartoshkani boshimga uramanmi? Hoppa, bo'ldi. Ikkita qo'yamiz. Bo'ldi. Bizda kattakon sandiq bor. Endi sandiqqa kerak narsalarni solib qo'ysak bo'ladi va nihoyat menga bularni ortiqcha edi. Bular ham umuman kerak emas. Lapis hozircha umuman ishlata olmayman. Va bo'ldi. Menimcha qolgan o'zim turgani yaxshi. Hayvonlar, sizlar uchun joy yasashim kerak shekilli bor-ku. Xo'p, mayli, o'zimga bitta lapat yasab olaydi. Loylarni kovlash juda ham qiyin bo'lib ketibdi. Kim sezib o'tiribdi? Va nihoyat sandiq. Men buni umuman ko'rmagan deb o'ylagandim. Yana bizga 3 ta torch berishdi. Men nima qilaman bu torchni? Pishiraymanmi? Tashlab yuborsam ham yaxshi bo'ladi, lekin bu yoritadimi o'zi? Qani, g'alati ko'ringan lekin. Dinamitli portlab ketmasa bo'ldi, ish qilib borib. Mayli, tak men o'zim nima qildim? Aytgancha, men mirni kattalashtirishim kerak, shuning uchun blok yig'ishim kerak ko'proq. Nega yasaganimni o'zim ham bilmayman. Qani o'zim mana joydan biz hayvonlar uchun joy qurish uchun belgilar olamiz. Menimcha katta bo'lib ketdi. Mana uni bittasini sindirish kerak. Bu yoqqa bo'ldi. Bu yoqqacha quramiz. Hoppa, keyin nima qilamiz? Hech yetmay qoldi, mayli. Borib yana qaziymiz hozir. Qazishimiz. Ikkita donagina yetmadi, sandiqda ham yo'q. Menimcha yana qazish tayin bo'ladi. Va nihoyat men bu yoqni to'ldirdim. Olti yetmay qoldi. Endi bitirdim desa bo'ladi. Faqat endi bu yoqqa chambaraklarni qo'yib chiqish qoldi. Endi bularni birinma-ketin qo'yib chiqamiz. 2000 years later. Va nihoyat bitirdim. Bitta qo'y qolib ketibdi. Uni ham bir amallab kirgizib olamiz. Eshikni ochamiz. Qani bu yoqqa kir va sekin yuguramiz. To'xta. Jim turaning. Jim tur. Hop, bo'ldi. Endi biz masalan qazishlarni olib borsak bo'ladi. Hayvonlarga qo'yib qo'yganimiz bor. Menimcha endi obunachilar, men tepadagi siyohlarni sizlarga ko'rmayotgan progressni oshirish uchun harakat qilishim kerak. Buning uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun olg'a. Obunachilar va nihoyat tepadagi narsa to'lmoqda. Juda ham ozgina qoldi. Va nihoyat biz buni uddaladik. Ya'ni 1,5 soatda uddaladik obunachilar. Sizlar uchun bu 10 minut, men uchun bo'lsa 1,5 soat bo'ladi. Va biz 750 ta blok va 750 dollar bilan biz nima qilishimiz mumkin? Va biz biomlardan Caves biomini 600 dollarga sotib oldik. Bundan zo'r bo'lmaydi. Gnomlar ham sotib olsa bo'lar ekan obunachilar. 2000 dollar. Hali bularga keyingi qismida menimcha ulgursak kerak qilishga. Hozir bo'lsa biz o'zimizdagi mana bu cave'ni hozir bir sinab ko'ramiz obunachilar. Hozir mana inventarimizda turgan ekan va buni olamizda va kelib turib mana yoqqa qo'yamiz. Bo'ldi obunachilar. Endi bizda cave progress ochildi. Bu degani bizda endi toshli narsalar ko'proq chiqadi. Hozir isbotlashim mumkin. Masalan, hozir boltdan qassak tosh, bo'ldi andezit, bo'ldi izumrud, graviy, hamma narsa chiqishi mumkin. Keyingi video chiqishini xohlasanglar, mana shu video uchun men uchun 50 ta like yig'ib bersalar, keyingi qismini ko'rasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.